Insonning eng katta xatolaridan bittasi inson eski ong dasturlari bilan, eski xulq-atvorlari bilan, eski e'tiqodlari bilan yangi natijalar xohlashligidir. Bunda siz hayotingizda siz kutgan natijalar bo'lmaydi. Shuning uchun yangi natijalar xohlayapsizmi? Katta yutuqlar xohlayapsizmi? Unda siz yangi xulq-atvorlaringizni, yangi e'tiqodingiz, yangi tushunchangizni shakllantiring. Agar sizda mening qo'limdan hech narsa kelmaydi, men bu ishni uddalay olmayman, men uchun og'ir, mas'uliyatli, javobgarligi ko'p, menga bo'laveradi, katta pullar men uchun emas degan e'tiqodlaringiz bo'lsa, unda sizning kutuvingizdagidek hayot natijasini beradi. Agarda siz eski ong dasturlaringizni, e'tiqodlaringizni yangisiga o'zgartirsangiz, mening qo'limdan hech narsa kelmaydi, bu ishni uddalay olmayman emas, mening qo'limdan keladi, men bu ishni oson va yengil uddalayman, menga bo'laveradi, katta pullar men uchun emas, mening hayotimga katta pullar halol, oson, yengillik bilan kirib keladi. Men eng yaxshilariga loyiqman. Meni hech kim eshitmaydi, hech kim tushunmaydi emas. Meni atrofimdagi har bir inson to'g'ri tushunadi va meni qo'llab-quvvatlaydi kabi yangi ong e'tiqodlaringizni shakllantirsangiz va hayotingizda intizomga amal qilib, maqsadlaringiz, orzularingiz tomon harakat qilsangiz, ishoning, albatta siz kutgan natija sizni uzoq kuttirmaydi. Albatta siz o'zingiz xohlagan hayotingizda yashaysiz. Har bitta eski e'tiqodlaringizni, ong dasturlaringizning ro'yxatini tuzing va uni bugungi yangi ong dasturingizga, e'tiqodlaringizga almashtiring va o'zingizning maqsadlaringiz tomon olg'a qadam tashlang. Albatta orzularingiz o'z natijasini, o'z mevasini beradi.